Bismillahirrahmanirrahim. Oylaların en bir alğaçqısı Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri rahmetullahi alayh bu tova qılıp şul tariqat yoluna terkiline qılıv yoluna kirişligine sebep bu kişi murda ticaretini alet bolatken. Savdogar ekan da. Savdo qilganda da altın kumushine savdo qilatgan. Anan bir boshqa shaharga borib, o'sha shahardan vaziri bilan savdolashatgan da. O'sha joqqa altın kumushlar olib borib, o'sha joqdan altın kumushlar olib şuntip savdo öte kuchli qilatgan. Bir kun bardim deydi o'sha shaharga. Ana vazir bilan o'tirib, silashib, angamalashib, kechqurun cho'g'ib jatib, ana erteminden turib vazir aytdi deydi. Biz hozir bir joqqa ketib o'tamiz. Agar qalasangiz biz bilan birga yuring. Qalasangiz o'tiravering. Dedilar, ana men bunda yolg'iz o'tirganda nima qilam? Mayli, borib keling siz bilan cho'g'dim. Anan bana bir at to'qib berdi, o'zi bir atni mindi. Ana chiqdik deydi. Chiqsaq o'sha shahardan büt bardiq eli chiqib olgan ekan deydi. Baranan keyin to'ptolib borib bir cho'l yerga bordik. Cho'l yerga borib turgandan keyin meni bir döngə o'tirg'izib qo'ydi vazir. Sen shu yerda o'tir. Biz podsho bilan ishimiz bor. Devanan keyin meni o'tirg'izib qo'yib o'zi podshoning oldiga ketdi deydi. Şol cho'l yerning o'rtasida bir bo'z uy tigilgan ekan. Anan büt el top bo'lib turab birinchi o'shol bo'zuyga aqsoqollar vardı deydi. Bu shaharda qancha aqsoqol bo'lsa, bari to'ptolib borib, shol bo'zuyni aylanib, anan aqran qayra chiqib ketdi. Ulardan keyin ikinchi kezakda jokerlar vardı. Jokerlar bari so't kiygan, qo'llari qilich var, miltig'i var. Ularda top bo'lib bor o'sha bo'zuyni aylanib, ularga chiqib ketdi. Ondan keyin o'ta bir jasalgan, qo'ziqlar tag'ingan, altın kumush bilan to'ltira ko'kraklar, quloqlari, mo'yinlari to'ltira qo'ziqlar bilan qo'llarida bir tovoq bor, tovoq to'la al qizlar borib, o'sha bo'zuyda aylanib chiqib ketdi deydi. Ondan keyin oxirinda podsho o'zi borib, o'sha bo'zuyga kirib bir ancha o'tirib anan alda chiqdi deydi. Shuntib anan qayra shaharga keldik deydi. Anan men kechqurun o'tirib olgandan vazirdan so'radim. Bu ishga men taqdirlab tushunmadim-ku. Nima bo'ldi? Nima qildinglar deb so'radim. Anan o'sha vazir aytdi. Bu podshoning bo'lgan bitgan bir balasi bor dedi. O'ta kuch quvvatga yetib, baloga yetib, 20 yoshga yetgandan keyin o'rib qoldi. Podsho bo'lganlikdan dunyoda qancha tabib, qancha dargar bo'lsa, barjoqqa bordi. Biroq hech kimisi foyda yetkira olmadi, tez olmadi. Oxiri kuni bitgan ekan o'ldi deydi. Anan olib borib o'sha balasini shu yerga ko'mib, bo'zi tigib, anan jilda o'sha o'lgan kuni shu elning barig'ini olib boradi. Olib borib shu kecha o'lgan kuni bo'lgan edi. Sho'ga bordi qilib jildig'ini. Birinchi oqsoqollarni aylantiradi. İkinci jokerlarni aylantiradi. Uchinchi bayağı qizlari altın kumushlarni aylantiradi. Ondan maqsad oxirida podsho o'zi kirib, anan balasiga suylab chiqib keladi. Söylaganda da nima deb söyledi desang, balam meni kechirgin. Men seni olib qola olmadim. Dunyo yuzida qancha dargar bo'lsa, barini olib keldim. Qo'limdan kelgancha harakat qildim, berganimcha berdim. Biroq seni olib qola olmadim. Agar seni olib qolish, umringni uzartish oqsoqollar duosi bilan bo'la turgan bo'lganda, ana shu oqsoqollar Xudoga shukr eng bir ibodatchil, taqvoli oqsoqollar. Shulardan duo qildirib, shular patasi bilan seni umringni uzartib olib qoladilar. Agar kuch bilan olib qola turgan bo'lganda, mana ko'rib turasiz, mana buncha jokerim bor, quvvatim bor, kuchim bor. Shular bilan seni olib qoladilar. Agar dunyo bilan, boylik bilan olib qola turgan bo'lganda, mana qo'limda shuncha kun qizlar bor. Qo'llarına her birinin qo'lina bir tovoq to'la oltinlar bor. Shu dunyodan olib qoladilar. Biroq bu o'lim, yashaw bu Alloh taolaning azaldan taqdirlab yozib qo'ygan jazog'i bilan bo'ladi ekan. Alloh taolaning ishi ekan bu seni taqdirini yozgan. Alloh taolaning aslında oqsoqol taqdirining aslında oqsoqollarning duosida qaytara olmayotgan. Jokerlarning kuchida taqdir qaytara olmayotgan. Dunyoning boyliqida kuchi bilan da, boylik bilan da taqdirda o'zgartib bo'lib o'tgan. Bu taqdirni yozgan bir Alloh taolo ekan. Alloh taolo bu taqdirga bo'lishiga hech kim qarshi tura olmayotgan, yo'lda bo'la olmayotgan. Yemi shuning uchun mening bar jo'g'im borlar. Duo qila turgan oqsoqolim da borlar. Urusha turgan kuch quvvatim da borlar. Sartay turgan mol mulkim, dunyom da borlar.
Biroq Alloh taolo taqdirini aslında bular hech kimisi jarab etgan. Oşonuň üçin emi keçirgin balam, bul bir Allah'ın işken. Bizim kolumuzdan kelip etken. Emdigi yılga çeyin aman bol dep koşturup çıkıp kelet dedi. Şunu aytip bergenden keyin Vazir Hasan-ı Basri'nin oğluna oturup tasirlenip demek tuğra. Bul Allah talan taqdırın aslında patağında jarabay, küçüңde jarabay, baylığında jarabay, bardığı alsız bolup kalat. Mana şol jas jigit Allah'ın taqdiri eken ölüp ketdi. Padişah şunça gürkülegen padişah olsa da qaytara almadı. Biz de olsa şol jigittin biribiz. Oşol ölüm bizim başımızda var. Biroq belgisiz. Hazır kele, erten kele, 1 yıldan kele, 10 yıldan kele, 100 yıldan kele belgisiz. Oşonduktan bul dünya yaşay turgan, jırgay turgan, dünya izley turgan, dünya toptay turgan dünya emesken. Men bekerden bekerge şol wagtçan altın toptop, altına şol akıp jürgen ekenmen. Altını da koldan şekilbek turgan mana paşanın. Bolden şu bugünden başta men altında taşadım, dünyaya taşadım, tova kıldım. Bir gana Allah Taala qaytdım dep tova kılıp, şol tarakat joluga ötüp, dünyany taşlap, oşo günden başlap ibadat menen bolup, takva menen bolup, oýlalik darajasına jetip ketken eken da. Şundayın albatta barыбыз Allah'ın asında eseptelgen takdirimiz var, günümüz var, al belgisiz. Oşol sebepten biz daim oşol günge değer bolup yürüşübüz gerek. İstep yürüşübüz gerek. Peygamber hadisinde var. Kim ölümdü günüge 20 jol estese al şehit bolat degen. Al ölüm aytıp kelip etken. Qar berip kelip etken. Şu istep baribir men de şonday ölemen. Menden murda peygamberler öldü, paşalar öldü. Men de şolardan baramın dep günde 20 jol eseyip turgan bolsak, inşallah şahadat darajasına keletkenmiz. Sehebal jima jol estigen adam, ölümde estigen adam jamandyk kılbayt hiç kimge. Biröge kekte saktabayt, biröge iştarlykda kılbayt, biröge jamanda süýleýät. Sebebi ölümde moýna kalgan adam men ölemen baribir. Ne keregi var? Biröge jaman süýlep, jaman kılıp, kek saktap, karalbastlyk kılıp, iştarlyk kılıp de oýlayt da. Oşonduktan ölümde 20 jolu oýlagan adam şahadat darajasına kelet etken da. Qoş wa ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.